Rasmga tushishni hech yaxshi ko'rmayman Deyzi. Bugun sen tug'ilgan kuning. Yana qaysarlik qilasanmi, Jek? Ha, lekin bittasidan xohlasam qilaman. Jek, bugun tug'ilgan kuning. Nimaga buncha xafasan? Har tug'ilgan kunimda bitta egizagim borligi esimga tushib asabimni buzadi. Egizaging qayerda bo'lishi mumkin? Bilmayman. Oilam ham bilmaydiganini aytdi. Ya'ni o'gay oila. Ochig'i menga baribir. Faqatgina o'zim tug'ilgan kunimda buni eslashim asabimni buzadi. Meni qiziqtiradigan yagona narsa bu meni haqiqiy oilam. Kechki parallel koinot rost bo'lsaydi. Lekin egizagingni topa olsam balki uni topmoqchi emasman. O'gay oilamdan menga qoladigan merosni bo'lisha olmayman. Mayli. Qo'yir. Menga nima sovg'a olding? Nimaga maktabdan qochib bu yoqqa keldik? Havo ham rosa sovuq. Oyim bilan adam balki o'lgandir. Ularning qabrini topib, ularni javobgarlikka tortaman. Nima? Hazillashyapman. Jiddiysan deb o'ylayman. Hey boy. Jack. Jack, bu mengami? Yo'q, oyim bilan adamniki qabrlariga qo'yaman. Jack, qo'rqityapsan. Hazillashyapman, albatta seniki. Davay ketamiz, qor yog'ayotganga o'xshatdi. Sen xohlasang bor Deyzi. Men ozgina biroz qo'yim kelyapti. Xo'p, ehtiyot bo'l lekin. Xayr. Kechga hozir bitta mo'jiza bo'lsa. Ah! Nima bo'pti? San qanaqasiga? Black? Qanaqa Black? Sen isming Black. Men ismim Jack. Ya'ni bu dunyodagi ismim Jack. Men Pink. Koinotdan keldim. Ya'ni o'zimizning koinotimizga buzimni berdik. Seni bu dunyodagi egizagingni parallel koinotdagi versiyasiman. Ana shu yerda sen bilan ko'rishib qolishim tasodif bo'lishi mumkin emas. Bu dunyodagi Pink qani? Black nima deyapsan? Bu koinotdagi ismi Blackmi? Holati. Black qara. Sinfda sen ustingdan kulganim uchun menga hazil qil. Parallel koinotlarni bilasanmi? Nima? Ha. Parallel koinotdan nima bo'lganini bilishing yaxshi bo'ldi. Tez aytiraman. Parallel koinotdagi egizagim, ya'ni Black, seni parallel koinotdagi holating bitta narsa o'ylab topdi. Bu koinotga bir o'zim keldim. Black meni bu koinotga kelganimni bilmaydi. Hali. Unga aytmasdan kelganim uchun jahli chiqadi. Lekin uni xavfga qo'ya olmasdim. Men o'sha portaldan to'liq o'tib kelganimdan rosa xursandman. Kelajakni ko'ra olganini aytgan. Lekin shu qizni shunchalik jinni bo'lganini o'ylab ko'rmagandim. Yoki men jinni bo'lman. Chunki sinfdoshim Black boya portaldan chiqdi. Tez ketishimiz kerak, chunki qancha vaqtim bo'lganini bilmayman. Xavfga qo'ya olmayman. Tezroq o'zimni koinotimga qaytishim kerak. Hazillashding deb o'ylagandim, lekin bir xil kishisizlar va ikkitasizlar. Endi ishondingmi parallel koinotdan kelganimga? Aslida bu koinotdagi Pinkni nima qilganiga qiziqqanim uchun keldim shu yoqqa. Sen isming bu koinotda Jack, uni ismi esa Blackpink. Sen isming uni ismi bo'lib qolibdi. Bu koinotda kelajakni ko'ra olamanmi? U shunaqa deb da'vo qilibdi, lekin menimcha jinni. Bo'lmasa men ham jinniman, chunki parallel koinotdan kelganimni aytaman. Bu sodir bo'layotganiga hali ham ishonolmayman. Yana 40 yil o'ylab ko'rsam ham Blackni meni egizagim bo'lganligiga aqlimga kelmasdi. Menimcha birodar egizaklarmiz. Hava kararmak üzere. Şimdi gitmem gerek. Bunlardan sakın kimseye bahsetme. Sana güveniyorum. Şu ana kadar bana hiçbir şey olmadığına göre sanırım icat başarılı oldu. Nima bo'pti? Evakuatordan foydalanib meni portaldan o'tkazishing kerak. Nimaga? Kimki o'z koinotdan tashqarida bo'lsa, uni narxini o'z hayoti yoki boshqa narsa bilan to'lash kerak.
Har kim har xil vaqtda narxini to'laydi. Lekin bunchalik tez to'lashimni o'ylamagandim. Portalni qanday qilib ochaman? Bolg'ani daraxt bilan urib kut. Endi meni portalga o'tqiz. Keyin o'zimning koinatimga qaytdik. Shunga kam qoldi. Albatta, seni portaldan o'tqizaman. Lekin sen o'lgandan keyin. Parallel koinot shu yermi? Ular bizning koinotimizni yer koinoti debdi. Matematikadagi masalami bu? Hamali hech kim ko'rmasdan qolishgan joyini topishim kerak. Hamali hech kim ko'rmasdan qoladigan joy topishim. Abed bo'ldi va Pink hali ham qaytmadi. O'sha bolg'adan ikkita qilishimiz kerak edi. Nimadir bo'lgan bo'lmasin. Maska bilan shapka taqib o'sha yoqqa qarab kelsa-chi? Yo'q, sizlarni xavfga ham qo'yamayman. Qilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bu kutish. Politsiya ushlab olgan bo'lsa-chi? Men ketaman, boshqa kutolmayman. Bo'lmasam biz ham ketamiz, to'g'rimi qizlar? Black san shu yerda kut bizani. Pink kelib qolishi mumkin. Biz ham o'sha yoqqa borib qaraylik. Kechki bitta fonar olsaydik, oldimizni ham ko'ramaymiz. Yaxshi ham hech kim bizani ko'rmadi. Davay qizlar, kam qoldi? Kurtga yarashibdi. San. Buradan uncha yaxshi ko'rmayman. Buni qorasi bormi? Hamma mani sanda bo'yladi. Ishonamayman hali. Pinkni nimaga o'ldirding? Buni men qilmadim. O'zi qildi. Qizlarga zarar bermasam hamma aytganini qilaman. Juda tez o'zimga kelgan yoqdi. Yangi bitta koinotni kashf qilish uchun ishlarni boshla. Roza qani? Rozaning ahvoli yomon. Hozir uxlayapti. Pink o'lganini hali ham ishonamayapti. To'g'risi biz ham uncha yaxshi emasmiz. Bir necha kunda o'rganib qolasizlar. Pink o'lgandan keyin senga nimadirlar bo'ldi Black. Bo'lgan voqeani shokidamisan? Sochining bitta qismi nimaga pushdi? Pinkni xotirasiga demoqchi edim, lekin g'alati bo'lardi. Bular men o'ylaganimdan ham aqlli chiqdi. Meni Black bo'lmaganini bilib qolishadi. Sizlardan tezroq qutulishim kerak. Pink bilan aloqasi yo'q. Yangi stilim. Yoqdimi? Black, ustimizdan kulyapsanmi? Qaranglar. Sizlarga bitta taklifim bor. Qanaqa taklif? Butun hayotingiz davomida keyboardli bo'lib yashaysizlarmi? X koinotda yangi bitta hayotga boshlashga nima deysizlar? Lekin sen bizga buni bo'la olmaydiganini, oxiri hammamiz jonimiz bilan to'ladiganimizni aytganding. Hisoblashlarni to'g'ri qilman. Jinniligimga beringlar. Faqatgina bu emas, biz o'zimiz ehtiromimizni prezidentga ko'rsatib uzramoqchi edik. Sizlarni yaxshi aldanman. Portalning yaxlitligini ta'minlagandan keyin men portaldan o'tishga roziman. Parallel koinotga bormoqchiman. Rozi? To'g'ri qaror qilding, Rozi. Lekin seni keyinroq jo'natmoqchiman, Rozi. Undan yaxshi rejalarim bor. Aytgan kishini topdim. Qiyin bo'lmadi. U ham bizning ishimiz bilan shug'ullanar ekan. Joyini oson topdim. Nima qilasan menga? Isming Daisymi? Ha, keyin shag'lat ekan. Daisyga uncha yarashmaydi, lekin mayli. Men nimaga bu yoqqa olib keldinglar? Qo'rqishimga kerak yo'q. Yaxshi bitta taklifim bor. To'g'risini aytsam yo'q deyish imkoni yo'q. Ya'ni uncha taklif ham hisoblanmaydi. Hech narsani tushunmayapman. Boshqa bitta koinotda yangi va yaxshi bitta hayot surishni xohlarmiding?
O'gay oilang sana o'ldi deb e'lon qilib bo'ldi. Oylarda yo'qsan, Jack. Qanisan? Jack? Jack? Merhaba Selam Daisy. Daisy. Ben Jack değil, emasman. Blake. Blake'man. Şu an Hozir sana senga Y Y evreninden koinotdan sesleniyorum. gapiraman. Sana Senga bir bitta teklifim taklifim var. bor. Bu koinotdan evrende yangi yeni bir bitta hayata hayotga başlamak boshlashni ister misin? xohlaysanmi? Benimle Men bilan birlikte.